qo'y boqqan yaxshimi yoki mana bunda induk boqqan yaxshimi? Ko'radigan bo'lsangiz, mana shu indugimiz ozgina kam 32 kilo chiqyapti. Va siz mana shunday induk jo'jalarida xohlasangiz big oqlaridan, xohlasangiz esa mana shunday bronza rang 708 da xarid qilishingiz mumkin. Mana shu indugimiz necha oylik deb o'ylaysiz? Bu yerda 5 oylikdan 7 oylikgacha mana shunday induklarimiz bor va ushbu induklarimiz 5 oyliklarimiz eng kichkinasi 22 kilodan mana bunday kattalarimiz esa 35 kilogacha bo'lishdi. Siz qo'y boqib mana shunday semirtirgan bo'larmisiz yoki induk boqib? Sizga agar ishonchli joydan induk jo'jalar kerak bo'ladigan bo'lsa, biz esa Farg'onaning Bog'dotiga keldik va bu yerda siz xudo xolasa big oltini oqidan, xohlasangiz mana shunday bronza rangidan bemalol olishingiz mumkin. Og'ir krossda buni natijalari to'ppa-to'g'ri 1 yilda 42,5 kilogacha bo'ldi. Bu rekordimiz albatta. Jo'jalarimiz 10 kunlik, 20 kunlik, 30 kunlik sotiladi. Xohlasangiz mana shunday bronza rangida. Narxlari 90 mingga 95 ming so'm bronza rangi, oq esa 90 ming so'm 10 kunligi, 20 kunligimiz esa 105 ming so'mga 110 ming so'm hisoblanadi va 30 kunligimiz 120 ming so'mga 125 ming so'm. Siz qaysi biridan xarid qilgan bo'lardingiz? Va bularda pulida 5 ming so'm qorasida farq bo'lyapti, lekin kilogrammlarda esa baribir mana chempion.